Uyda qilinadigan kollagenga javob bermayman, lekin bunga 100% javob bera olaman. Nimagaki bu kollagenlarimiz peptidniy, tez so'riluvchan, 12 soat ichida o'sha organizmingizda so'rilib, o'z ish faoliyatini boshlab beradi va tarkibi 95% kollagenni o'zidan tashkil topgan peptidniy kollagendan. Qulayligi shundaki, bu kollagenlarni любой joyda bo'lganingizda, ko'chada bo'lasizmi, tog'da bo'lasizmi, samolyotda bo'lasizmi, qayerda bo'lishingizdan qat'iy nazar shunda olasiz. Tayyor stikli bo'ladi. 200 ml suvga solib, aralashtirib shunday ichaverasiz. Ta'mi ham juda ham zo'r. Olchani ta'mi keladi. Yaqinda ko'zimga blefarioplastik qilgan edim. O'sha vrachga borganimda, yoshim zo'ragan, yoshimni aytganimda srazu aytdi-da, sizda ortiqcha umuman teri yo'q ekan dedi. Lekin siz yoshingizda ko'p mijozlarimiz kelishgan edi. Ozgina ortiqcha teri bo'ladi. Nijniy vekani olganda oldirib tashirdi-da, ular ham deyapti. Bo'lsa olib beraman deb aytayotgandim, lekin sizda nimagadir yo'q ekan deb qoyil qoldi. Homiladorlikda yoki emiziklik paytida ichsa bo'ladimi shu kollagenni deb? Albatta kollagenimizni ichsa bo'ladi. Nimagaki homiladorlik paytida ko'pligi juda ham ko'p rastyaşga tushadi, terilari quruqlashadi, beskonsa qichishni boshlaydi. Bu kollagenlarni ichganda terilarni elastik qilib beradi va yumshoq holatda bo'ladi, bitach qilib beradi-da. Shuni hisobiga rastyaşkalar tushishini oldini oladi va teri unaqa darajada qurib ketmaydi. Shu pachkamiz 10 kunga yetadi. Agar bu kollagenga Beauty Blendimizni ham qo'shib ichadigan bo'lsangiz, yana ham yaxshiroq natijaga erishasiz. Buyurtma uchun Directga murojaat qiling.